هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 11. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövendi dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nisa suresi 11. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'd a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah balların lağı tigidigan miras haqqida tavsiye qiladi ki bir erge ikki ayolning assisi tegidi. Agar meyitning qizi 2 yoki 2dan ko'p bo'lsa, u chaqda ularga mirasning 3dan 2 assisi tegidi. Agar varis bir qiz bo'ladigan bo'lsa, uning mirasning 20 tegidi. Agar meyitning bolalari bo'lsa, bu chaqda uning ota-onasining har biriga mirasning 6dan 1 tegidi. Agar uning bolalari bo'lmay, miras faqat uning ota-onasi varislik qiladigan bo'lsa, bu chaqda uning onasiga mirasning 3dan 1 tegidi. Qolg'ini otasiga tegidi. Agar meyitning ota-onasidan boshqa yana qarindoshlari bo'lsa, onasiga mirasning 6dan 1 tegidi, qolg'ini otasi oladi. Bu taqsimot meyitning vasiyeti o'rinlangan va qarz to'lanib bo'lgandan keyin elib berildi. Ota-onanglar va bolalaringlardan, ya'ni bu ikkisidan qaysisining manfaat jihatdan o'zinglarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Bular Alloh tarafidan bekitilgan belgilamelerdir. Alloh haqiqatan hammani bilguchi, hikmat bilan ish qilguchidir. Mirasni taqsim qilish, miras ilmini o'rganishga rag'batlantirish to'g'risida. Bu oyatdan keyingi bir oyat va bu suraning oxiridagi bir oyat miras ilmining oyatlari hisoblandi. Miras ilmining hukmlari bu 3 oyatdan va bu to'g'riliq kelgan hadislardan aniq ilingandir. Biz bu yerda ayetning ma'nosini yeshib kelgan hadislarni bayon qilamiz. Tövendikisi miras ilmini o'rganishga rag'batlantirib kelgan hadisdandir. İbn Uyeyne mundaq deydi: miras ilmi bütün bilimlarning yerimi deb ataldi. Chunki uningda hamma kishilar sinildi. Bu oyatning tushish sababi to'g'risida. İmam Buxoriy bu oyatning ma'nosini tushuntirgan vaqtida Jabir ibn Abdullohning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bilan Abu Bakr Banu Salama qabilasining turalg'usiga ketib o'tib, kesilimni yo'qlab uyga kirdi. Payg'ambar alayhissalom kirganda men hushsiz yotgan ekanman. U suv akeldirib tahorat ilibdi. Ondan shu suvdan menga chechibdi. Shuning bilan men hushimga kelib, ey Allohning payg'ambari, mol mulkimni qandoq bir taraf qilishimga buyursan dedim. Ondan bu oyat tushdi. Alloh bolalaringlarga tegadigan miras haqida tavsiya qiladi-ki, bir erga 2 ayolning assisi tegadi. Bu oyatning tushish sababi to'g'riliq Jabirdan rivoyat qilingan yana bir hadis to'g'risida. İmam Ahmad Jabirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Said ibn Rabi'ning ayoli Payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, ey Allohning payg'ambari, bular Said ibn Rabi'ning 2 qizidir. U ikkisining otasi Uhud urushida shahid bo'lib ketdi. Bu ikkisining tog'isi Saidning qarindishi. Saidning mol mulkidan bu ikkisiga hech nima qo'yib qo'ymay ilib oldi.
Mal bo'lmasa bu ikkisi yatliq bo'lolmaydi dedi Payg'ambar alayhisalom. Alloh taolo buni hukm qiladi dedi. Ondan miras hukmlarini tushuntiradigan yuqoridagi oyat tushdi. Shundan keyin Payg'ambar alayhisalom u ikkisining tag'isining qishig'i elchi avatib uningga sen Saidning ikki qiziga malning 3dan 2 hissasini bergin. U ikkisining onasiga, ya'ni Saidning ayoliga malning 8dan 1 qismini bergin. Uningdan eshib qolgani sening bo'lsin dedi. To'g'ri ko'z qarash Jabirning yuqoridagi hadisi mirosning hukmini izohlab kelgan bu oyat to'g'risida emas, balki bu suraning oxiridagi ballari yo'q, qarindoshlari bor kishining mirosini qanday taqsim qilishini tushuntirib kelgan oyat to'g'risida kelganlikdir. Chunki Jabir kesal vaqtida uning qarindoshlari bor bo'lib, ballari yo'q edi. Jabirning ikkinchi hadisi bu oyatning tushishiga sababchi bo'lishi ehtimolga eng yaqindir. Farzandlarning miros taqsimotida bir erga 2 ayolning assisi tegadiganligi to'g'risida. Alloh ballariinglarga tegadigan miros haqida tavsiya qiladi-ki, bir erga 2 ayolning assisi tegadi. Ya'ni Alloh sizlarni miros taqsim qilishda ballarning o'rtasida odillik qilishga buyurdi. Islom kelishdan burungi zamondagi kishilar hamma mallarni erlarga miros qilib o'tib, ayollarga bir narsa bermaydi. Ondan Alloh taolo er bilan ayolning orliqini farqli qilib, bir erga 2 ayolning assisini berishga buyurgan bo'lsa-mu, lekin mirosga erishish huquqida ularning hammasi barobar bo'ldi. Bir erga 2 ayolning assisini berish er kishining mal mulkka ayol qaraganda bek ehtiyojli bo'lganligi uchun bir erga 2 ayolning assisini berish eng munosib hukmdir. Ba'zi olimlar Alloh taolaning bu oyatidan haqiqatan Alloh taolo o'zining bandalariga ota-ona o'zining bolasiga mehribon bo'lganidanmi bakrak mehribondir degan hukmni chiqardi. Chunki u ota-onalarni o'zlarining bolalariga miros berishga buyurdi. Buningdan uning bolalariga ota-onalaridanmi bakrak mehribon ekanligi chiqadi. Bu haqda Imom Muslimning hadisida mundaq deb bayon qilindi. Payg'ambar alayhisalom asirga tushib qolgan bir ayolning bolasini izlab yurganligini, ondan u ayol bolasini asirlarning ichidan topganda uni elib o'zining bag'riga besiyotganligini va emitganligini ko'rdi. Ondan Payg'ambar alayhisalom sahobalarga, "Sizlar bu ayolni o'z ixtiyori bilan bolasini o'tga tashlaydi deb qaramsizlar?" dedi. Sahobalar, "Yo'q, ey Allohning payg'ambari" deb javob berdi. Payg'ambar alayhisalom, "Allohning nomi bilan qasam qilamanki, Alloh taolo bandalariga bu ayol bolasiga mehribon bo'lgandanmi bakrak mehribondir" dedi. Imom Buxoriy Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Burun mal mulkka balla miros orqali ota-onalar vasiyat orqali erishadi. Ondan Alloh u hukmdan xohlaganini amaldan qoldirib, bir erga 2 ayolning assisini, ota-onaga malning 6dan 1-ni va 3dan 1-ni, ayolga malning 8dan 1-ni va 4dan 1-ni, erga malning yarmini va 4dan 1-ni oladigan qildi. Bu masalani tövende tafsili tushuntiramiz. Mirosxo'r faqat qizlarla bo'lsa, mirosning qandoq berildiganligi to'g'risida. Agar meyitning qizi 2 yoki 2dan ko'p bo'lsa, u chaqda ularga mirosning 3dan 2 hissasi tegadi. Ham yuqoridagi Jabir rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalomning Saidningki 2 qiziga mirosning 3dan 2sini buyurganligi zikr qilingan edi. Agar varis bir qiz bo'ladigan bo'lsa, uning mirosning yarmi tegadi. Qur'on va hadis meyitning
qizi 2 va 2 dan ortiq bo'lsa, mirosning 3 dan 2sini, bir qizi bo'lsa, yerimini oldiganligini bayon qilib keldi. Ota-onaning mirosi to'g'risida. Agar meyitning bolalari bo'lsa, u chaqda uning ota-onasining har biriga mirosning 6 dan 1 tegadi. Ota-ona mundaq 3 xil holatda miros oladi. Birinchi, o'lgan kishining ota-onasi bilan bolalari bo'lsa, bu holatda ota-onasining har biriga mirosning 6 dan 1 tegadi. Agar o'lgan kishining faqat birli qizi bo'lsa, bu chaqda qizga molning yerimi ota-onaning har biriga 6 dan 1 tegadi. Uningdan eshib qolgan 6 dan 1ni yana ota oladi. İkinci holatda o'lgan kishining birmi bolasi yo'q, faqat ota-onasila bo'lgan bo'lsa, bu holatda ona mirosning 3 dan 1ni oladi, qolganining hammasini ota oladi. Agar ota-onasi bilan o'lgan kishining ayoli yoki o'lgan kishi ayol bo'lib, uning eri qolgan bo'lsa, bu holatda ya'ni o'lgan ayolning eri u ayolning mol mulkining yerimini oladi. Yoki ayol, ya'ni o'lgan kishi bo'lsa, uning ayoli erining mol mulkining 4 dan 1ni oladi. Miros oladigan kishi mayli yoki ayol bo'lsin, bu ikkisining biri o'zining hassisini ilib bo'lgandan keyin ondan qolgan molning 3 dan 1ni ona oladi, qolgan 3 dan 2sini ota oladi. Üçüncü holat. O'lgan kishining ota-onasi bilan bir tuqqan qarindoshlar bo'lgan bo'lsa, mayli ular bir ota-onadan bo'lsin yoki ota bir ona boshqa bo'lsin yoki ona bir ota boshqa bo'lsin, buning hech qanday farqi yo'q. Ya'ni bir bilan bir ayolning 5 bolasi bo'lib, buning hammasi shu ikkisidan bo'lmay, ba'zi ayolning boshqa bir erdan tuqqan bolasi bo'lsin yoki erning boshqa bir ayoldan bo'lgan bolasi bo'lsin, buning hech qanday farqi yo'q. Bu 5 bolaning ichidan qaysi o'lgan bo'lsa, u ota-ona qolgan 4 bolasi bilan o'lgan bolaning mirosini taqsim qiladi. Bu holatda bu 4 bolaning birimi ota bor yerda hech qanday miros ola olmaydi. Gerçi ular, ya'ni bolalar miros ololmasa-mu, ularning mavjudligi onaning miros elishiga ta'sir yetkazadi. Ya'ni mirosning 3 dan 1ni oladigan onani 6 dan 1ni oladigan qilib qo'ydi. Ya'ni ona 6 dan 1ni oladi, qolgan qismini ota oladi. Bola 2 va 2 dan yuqori bo'lgan vaqtda shunday bo'ladi. Agar bola birla bo'lsa, bu chaqda u onaning mirosiga hech qanday ta'sir yetkazolmaydi. Ya'ni ona 3 dan 1ni elaverdi. Agar meyitning ota-onasidan boshqa yana qarindoshlar bo'lsa, onasiga mirosning 6 dan 1 tegadi. Qolganini otasi oladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abu Hatim Qatadening mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni ular o'lgan kishining bir tuqqan qarindoshlari miros ololmasa-mu, onaning oladigan mirosining miqdoriga ta'sir yetkazadi. Lekin bir tuqqan qarindoshi birla bo'lsa, onaning mirosiga ta'sir yetkazolmaydi. Birdan yuqori bo'lsa, ondan ta'sir yetkazadi. Olimlar o'lgan kishining bir tuqqan qarindoshlarining onasining mirosiga ta'sir yetkazishining sababi haqida mundaq deydi. Chunki ota o'g'illarini o'ylab qo'yishni o'z ustiga oladi. Ularning chiqimlari otasining ustida bo'ladi. Mirosni taqsim qilishdan burun o'lgan kishining qarzini ado qilib bo'lib, ondan uning qilgan vasiyatini ado qilish lozim ekanligi to'g'risida. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan va qarz to'lanib bo'lgandan keyin elib berildi. Ya'ni salaf va xalaf olimlarining hammasi qarzning vasiyatdan burun ado qilinganligida birlik keldi. Buni bu oyatning maqsadiga obdan diqqat qilgan kishi tushunadi.
ota-onanglar va bolalaringlardan, ya'ni bu ikkisidan qaysisining manfaat jihatdan o'zinglarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Ya'ni biz otalar va bolalarga miros berishni farz qildik. İslam kelishdan burunqi va islomning dastlabki mezgillarida hozir yo'lga qo'yilgan qoidaning aksicha mirosga erishish huquqida ota bilan bolaning huquqini barobar qildik. İslamning dastlabki mezgillardagi yo'l qo'yilgan qoida bo'lsa, yuqorida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning hadisida so'zlanganga o'xshash, bola molga miros orqali, ota vasiyat orqali erishadi. Allah Taala bu qoidani amaldan qoldirib, ularning har ikkisiga molga miros orqali erishishini farz qildi. Chunki bir insonga uning otasidan dunyolik yoki oxiratlik va yoki dunyo va oxiratlik bolasidan kelmagan foyda kelishi mumkin. Yoki uning otasidan kelmagan foyda bolasidan kelishi mumkin. Ota-onanglar va bolalaringlardan, ya'ni bu ikkisidan qaysisining manfaat jihatda o'zinglarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Ya'ni xuddi foyda buningdan ota-ona yoki boladan umidlik bo'lgandek, uningdanmi ota-ona yoki boladan umidlikdir. Shunga biz har ikkisiga ota-ona va bolaga mirosni o'xshash farz qildik. Bular Allah tarafidan bekitilgan belgilamalardir. Allah haqiqatan hammani bilguchi, hikmat bilan ish qilguchidir. Agar ayollaringlarning bolalari bo'lmasa, bu chaqda ular qoldirgan mirosning yerimi erlar sizlarga tegadi. Agar ularning bolalari bo'lsa, ular qoldirgan mirosning 4dan 1 sizlarga tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki meyitning qarzi to'linib bo'lgandan keyin elib berildi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lmasa, u chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosning 4dan 1 tegadi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lsa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosdan 8dan 1 tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarz to'linib bo'lgandan keyin elib berildi. Agar miros qoldiruvchi ota-onasiz, bolasiz, er yoki ayol bo'lib, uning faqat ona bir qarindishi va ona bir hamshirisi bo'lsa, ularning har biriga mirosning 6dan 1 tegadi. Agar miros qoldiruvchining, ya'ni miros qoldiruvchi meyitning ona bir, oti boshqa qarindishi, qarindoshlari va hamshirlari buningdan, ya'ni birdan ko'p bo'lsa, u chaqda mirosning 3dan 1 ularning orasida o'rtaq taqsim qilindi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarz to'linib bo'lgandan keyin elib berildi. Miros qoldiruvchi odamning vasiyati varislarga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak. U Alloh tarafidan qilingan tavsiyadir. Alloh hammani bilguchidir, halimdir. Ya'ni amriga xiloflik qiluvchilarni jazolashga aldirab ketmaydi. Er-xotinning mirosi to'g'risida. Agar ayollaringlarning bolalari bo'lmasa, u chaqda ular qoldirgan mirosning yerimi erlar sizlarga tegadi. Bu yerda bolalar bo'lsa deganlikdan o'zining bolasi bo'lishi shart emas. O'zining bolalari o'lib ketgan bo'lsa-mu, lekin uning o'g'lining bolalari uning bolasi hisobida bo'ladi. Qizining bolasi bo'lsa, uning bolasi hisoblanmaydi. Agar ularning bolalari bo'lsa, ular qoldirgan mirosning 4dan 1 sizlarga tegadi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lmasa, u chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosning 4dan 1 tegadi. Ayol kishi olmoqchi bo'lgan 4dan 1 yoki 8dan 1 bo'lgan mirosni ayol bir bo'lsa, uning hammasini oladi. Agar ayol birdan ortiq 2, 3 yoki 4 bo'lsa, bu ayollarning hammasi shu mirosga shirik bo'lib, uni teng taqsim qilib oladi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarz to'linib bo'lgandan keyin elib berildi. Bu vaqtda yuqorida so'zlanib bo'ldi. Ana bir
atı başqa bir tuqqan qarindoshlarning mirosdagi hukmi to'g'risida. Agar miros qoldirg'uchi ota-onasiz, bolasiz, er yoki ayol bo'lib, uning faqat ona bir qarindoshi va ona bir hamshirisi bo'lsa, ularning har biriga mirosning 6dan 1 tegadi. Agar miros qoldirg'uchining, ya'ni miros qoldirg'uchi meyitning ona bir oti boshqa qarindoshlari va hamshirlari buningdan, ya'ni birdan ko'p bo'lsa, u chaqda mirosning 3dan 1 ularning orasida o'rtaq taqsim qilindi. Ana bir oti boshqa bir tuqqan qarindoshlarning mirosxo'rligida 4 xil ahvol bo'ladi. Birinchi, ular ona bilan billa miros oladi. Ikkinchi, ularning er va ayollari mirosda barobar bo'ladi. Ya'ni er bilan ayol o'xshash oladi. Yuqorqidek bir er kishi ikki ayolning hissasini olmaydi. Uchinchi, ular miros qoldirg'uchi o'lgan odam ota-onasiz, cho'ng dadisiz, bolasiz, nevarasiz bo'lgan bo'lsa, ondan keyin miros ola oladi. Agar miros qoldirg'uchining naslidan yuqoridagi kishilardan birasi hayot bo'lsa, ular, ya'ni ona bir ota boshqa tuqqanlar miros ola olmaydi. To'rtinchisi, ularning soni ko'p bo'lsa-mu, ular 3dan 1dan ziyoda miros ola olmaydi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'yilib bo'lgandan keyin ilib berildi. Miros qoldirg'uchi odamning vasiyati varislarga ziyon yetkazilmaydigan bo'lishi kerak. Ya'ni vasiyat odillik bilan bo'lsin. Agar ba'zi mirosxo'rlarni mirosdan mahrum qilish yoki mirosni kemaytib etishdek ishlar bilan mirosxo'rlikqa ziyon selish yoki miros tegadigan kishiga vasiyat orqali, ya'ni ortiq mol qoldirib qo'yish durust emas. Bu vaqtda Abu Davud va Tirmiziy qatorliqlarning rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: haqiqatan Alloh taolo hamma haq egasiga uning haqqini berdi. Undaq bo'lgan ekan, mirosxo'rga vasiyat qilish yo'qdir. Mirosxo'rlarga vasiyat qilish yo'qdir. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Nisa tafsiridan 12-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.